Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yili 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. 2-qism. 3-bob. Hunarlik qo'l, go'harlik qo'l. Davomi. 3. Abu Lahabning uyi ozoda ham ko'rkam edi. Mehmonxonasida Livanning xushburoq shamshodidan yasalgan esil bir shira bor edi. Shiraning ustida ajdaho suratlik bir lo'nqa bilan bir kumush shamdan turadi. Shamdanda ko'yayotgan 5 tal sham atrofga ambar puraqini taratmoqda edi. Mehmonxonaning maxman parda tortilgan derazalari issiq bilan pashidan saqlanish uchun ham etilgan edi. Abu Lahab uyining to'riga qo'yilgan karvatda 4 chasa yo'g'on takiyiga yalpashlaganicha kitob ko'rib o'ltiradi. Chochlari jingil, salpon quloq, qop-qora bir habash mehmonxonaning bo'sog'isida turib xabar qildi. "Xo'jayin, mehmon keldi." Abu Lahab ishtik o'rnidan turdi. Kitob bilan ko'zaynikini bir chetga qo'yib, xizmatkorga buyurdi. "Chaqqon boshlab kel, mehmonxonaga kirsin." Xizmatkor chiqib ketdi. Abu Lahab adab yuzidan o'ylik kiyimining ustiga sarg'uch ranglik yipak ridani artib oldi. Mehmonxonaning bo'sog'isida Atxon bilan Akbar paydo bo'ldi. Ular qip-qizil zilcha gilamlar bilan bezalgan bu katta uyga qandoq kirishini bilolmay tortinib turib qoldi. "Qani, marhamat, uyga kirsizlar," dedi Abu Lahab xushchiroy bilan ularni ichkiriga boshlab. Atxon putidagi ko'na sandal kashni sirtqa silib, "Bismillah" deb bo'sog'idan otladi. Akbarmu dadisiga o'xshash qilib, uning orqasidan agashdi. Abu Lahab ularni tam bo'yiltib silingan tovar ko'riklarning ustiga boshladi va to'yqush piydan rastlangan bir yostiqni Atxonning yiniga qo'yib berib, "Ozod o'ltirsizlar, ustam, tortinmisizlar," deb uning qo'rinib turgan ko'niga madad berdi. Shu aralıqda mehmonxonaga Abu Lahabning o'g'li kirdi. Kiribla mehmonlar bilan adablik ko'rishdi. U mu xuddi dadsiga o'xshashla dilkash, peshonasi ochiq, xushchiroy ko'rinadi. Odamga qaragan ko'zlari muloyimlik bilan kulib turadi. Uning yeshi va bo'y turuqi Akbarga o'xshash degudek edi. "Bu mening o'g'lim," deb tunishtirdi Abu Lahab. "Ismi Haris. Bu yil o'rta maktabni bitirdi. Xudo xolisa kelar yili Ummul Qura universitetiga imtihon bermoqchi. Inshaalloh, peshonasi ochiq yigit ekan," dedi Atxon Harisni maqtab. "Yaxshi o'qib olim bo'lg'ay." Dasturxon silinib choy tortildi. O'ttir yoshliq, o'ngi oq, ko'zlari yo'g'on, sochlari tardan namlashib, patla-patla bo'lib ketgan bir ayol xizmatkor mehmonxona bilan oshxona o'ttirsida paypetak bo'lib ularni kutib o'tadi. Dasturxonga meva-cheva, qand gizaklar keltirildi. Kichik stakanlarga saylonning finna aralashtirilgan xushburoq chiyi quyildi. Orqadan arablarning rossal garish deydigan yerlik taomlari keltirildi. Atxon bilan Akbar taomlarni huzurlanib yedi. Yegandimu xili ko'payib bir necha qatim rohatlanib kekirdi. Endi ular anda munda meva yegach ixtiyoriy parang'a tushdi. Akbar bilan Haris tizla chiqishib, qadinas al-ag'inalardek muңlishib ketdi. Abu Lahab Akbarning ahvolini so'radi. "O'g'ilni qandoq qilay deylar, ustam? O'qitish niyatlari yo'qmi?" "Yo'qsa, taqsir," dedi Atxon tavazzu bilan. "Hozircha bizga tirikchilik muhim. O'g'il bola bo'lgandikin biror yerda ishlab pul topsinmikin deyman." "O'g'o, shundoq," dedi Abu Lahab xiyolchan holda. "Tuproq ustida yashayotgan odam uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi, lekin bu dunyo turadigan yer emas. Hamma odam ketadi. Oxirat uning mangulik joyi. O'z ehtiyojidan ortiq mol dunyo kishiga vafo qilmaydi. Qiyomat kuni odam ashu mol dunyo sababidan do'zaxga ketadi. Ammo bilim undoq emas. U qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Dunyoning maxfiy ilmlari bak jiq. Biz insonlar bak ojiz yaratilganmiz.
bizning dunyoning hamma haqiqatlarini tushungidek qobiliyatimiz yo'q. Bir odam umr bo'yi o'qisimi, yana dunyodagi ilm hikmat tugamaydi. Dunyoning haqiqatini tushunishga umrimiz, tadqiq qilib tepishga aqlimiz yetishmaydi. Ammo odam bolasi buningga intilishi, tirishishi kerak. To'g'ri aytdilar, taqsir, dedi Atxon ta'sirlanib. Odamning qo'lidagi mol dunyo badxajlik bilan mo tugaydi. O'g'ri ilib mo tugaydi. Lekin odamning ichidagi bilim hikmatni hech qanday qilib yo'qotqili bo'lmaydi. Uning nuri shu odamning o'ziningla emas, boshqalarning mo qalbini yo'rtidi. Barakalloh, ko'nglimdagi gapni qildilar, dedi Abu Lahab va qo'lidagi posti so'yilgan bananni Atxonga berib o'tib davom qildi. Jaholat odamni nodon qiladi. Nodonlik odamni xor va qul qiladi. Xorliqda, qulliqda yashagan odamlarning vatani bo'lmaydi, tarixi mo bo'lmaydi. Mening uyimda 2 qul bor. Har ikkisini sizlar ko'rdinglar. Biz qullarning erlarini qul, ayollarini ama deymiz. Baya bizga dasturxon silib, choy qo'ygan ashu amaning ismi Ummi Hakim. O'zi Yamanlik arab. Men uni 10 yil burun shu yerdan setib olgan. Avu qulning ismi Nufal. Afrikadan setib kelingan Habash. Men uni 7 yil burun Makkadagi qul bozoridan setib olgan. O'tgan yili bizning martabalik, adolatlik podshoyimiz Abdul Aziz qullarni ozod qilish to'g'risida farmon chiqardi. Ba'zi qullari ko'p boylar bu farmonga bo'yin to'lg'idi. Bu chaqda Abdul Aziz podshoh Xudo yo'lida savob izlab qullaringlarni ozod qilinglar. Janobi Haq insonlarning hammasini hur yaratgan. Har qanday insonning bu dunyoda erkin yashash huquqi bor. Agar qullaringlarni setib olgan pulni pesh qilib ozod qilmasanglar, pulni hukumat to'lab beradi. Eng muhimi Alloh yo'lida savoblik izdanglar, deb butun davlat xalqiga murojaat qildi. Men podshohning farmonini anglabla qo'limdagi bu 2 qulni ozod qilmoqchi bo'ldim. O'z vaqtida Hijriya 10-yilidagi Vida haj vaqtida payg'ambarimizmo o'z qo'li bilan 63 qulni ozod qilib bizga bishorat bergan edi. Men bu ikkisini oldimga chaqirib, ozod qilganligimni jakarlab, yurtlarga qaytib ketish uchun yetarlik rasxat berdim. Lekin kutilmaganda ular pulni olg'il unamay, mening oldimda tizlanib, o'zlarining davomli mushu holatda turib qilishini, umr bo'yi menga sodiqlik bilan ishlashni talab qildi. Men har qancha qilibmi bularni o'z yurtlariga qaytishga ko'ndira olmadim. Oxir ular o'z ixtiyorliklari bilan yana turib qoldi. Bu ish menga qattiq ta'sir qildi. Men shu chog'da yurt, vatan degan bu narsa faqat hur va imonli insonlarning uyi ekanligini, qulluqda, xorliqda yashagan va o'z tarixidan bexabar odamlarning yurt vatani bo'lmaydiganligini, bundaq odamlarning o'zlari tug'ilib o'sgan tuproq qadriga yetmaydiganligini his qildim. Keyin men muqaddas kitoblarning birida mundaq bir voqeaning bayon qilinganligini ko'rib, buni tigi-taktiga teqimi cho'nqur yetdim. Zamonasida Musa payg'ambar o'z qavmini Misr fir'avnlari asaratidan ozod qilgan bo'lsa-mu, lekin ularga biror yerdan yurt vatan tutib bermay, dasht bayavonlarda 40 yilgacha sarson sargardon qilib yuribdikan. Musa payg'ambar nima uchun o'z qavmini 40 yil sargardon qildi? Nima uchun ular biror yerdan makon tutib, shu yerni vatan qilmadi? O'z qavmini 40 yillik jafo mushaqqatga giribtor qilgan Musa payg'ambarning maqsadi qulluq va xorliq zulmidan yurak qalbi zaxmlanib, dili qo'rqinch to'lgan, tili itoatga odatlangan nodon odamlarning dunyodan butunlay ko'z yumib, shum istibdod o'g'isini ichmagan, qulluq ingi yo'q ozod avlodlarning tug'ilishini kutish ekan. Ana shundoq yangi hur va e'tiqodi pok avlod tavallud bo'lgandan keyinla Musa payg'ambar sargardonlikdan to'xtab, o'zining yangi qavmiga yurt makon bergan ekan. Abu Lahab so'zdan to'xtab, oldidagi sovib qolgan choydan 1-2 o'tladi va Atxonga "Qandoq, e'tiqodlarim to'g'rimi?" degandek ma'nida qarab qo'ydi.
Atxan yumshoq yostiqqa jaynakliginicha cho'nqur xiyolga patqan edi. Abu Lahabning bayqi so'zlari uning yurak tarini chekdi. Xuddi yumshoq, illiq bir qo'ldek Atxanning ich bag'rini asta tirnab, u aran besib kelayotgan sig'inish o'tini yalqinjitibdi. Bu o't birdilla yog' chachqandek lavuldab ulg'uyib, uning butun vujudini ko'ydirishga, azoblashga boshladi. Necha vaqtdan beri Atxanda bundaq sig'inish va aslash tuyg'usi xili ko'p bo'lsa-mu, lekin bugünkidek mundaq kuchlik va ochiq bo'lmagan edi. Yillarning o'tishi bilan umo o'zining bu uydagi ikki qo'ldek yurt makonini unutib, vatansiz holga tushib qolishini o'ylab cho'chib ketdi. Lekin Atxan bundaq bo'lishini tasavvuriga sig'dira olmaydi. U hargizmi ashu namrat, lekin aziz, ashu qaloq, lekin mo'tabar tuproqning tarixini, muhabbatini unutib qolmaydi. Chunki Atxan o'zini beqib o'stirgan ashu tuproq ne'matlarining har bir hujayrasida arq deb shehid bo'lgan talay ajdodlarning qutlug' qini mavjudligini, ashu qondan aprida bo'lgan o'tliq farzandlarning tangdoshsiz qudrat bilan bu tuproqning shon shuhratini jahonga yoygan saltanatlik iz tarixini yaxshi biladi. Shunga uningdagi yurt vatan tuyg'usi bakmu kuchlik, sap va cho'nqur edi. Pak aqida bilan söygüge toyungan bundaq muqaddas tuyg'uni hech qanday zaman, hech qanday aralık yo'q qilib o'tolmaydi. Balki u halol farzand yuragida abadil abad yashab qilaveradi. Chunki Atxanning nazaridagi yurt vatan, ana makon degan bu so'z qarmoqqa oddiy bo'lgani bilan u shu zamin, shu tuproq o'g'lonining yuragidagi poklik, vafodorlik, Ali janoblik hissiyati bilan mangulikka chambarchas yo'g'rilib ketgan edi. Bundaq his tuyg'uni umr bo'yi qulluqda, xorliqda o'tib, hammani hurlikni, odamlik qadrini, yurt makon muhabbatini unutib, faqat bir qur kiyim bilan 3 vaqt tamoqni bergan egisini qutuldirg'uchi Xudo deb biladigan Ummu Hakim bilan Nufal hargiz tushunmaydi. Tushunishni mu xohlamaydi. Ammo Atxan bilan Akbar undaq emas edi. Ular odatdagi kishilar zodila his qilolmaydigan, har qanday bir kuch bir-biridan ayirib o'tolmaydigan bundaq sirliq, muqaddas tuyg'uni chin yuragidan qadrlaydi va shu tuyg'u bilan yashab kelyotdi. Mehmondorchilik xili uzoqqa so'zildi. Suhbatlarmo qizg'in va ma'nilik bo'ldi. Ular shu uyda namoz shamni o'qigandan keyin qaytishga tamshaldi. Uzash vaqtida Abu Lahab Atxanga mundaq dedi: "Agar xolisa Akbar bizning xumdanda ishlasin, emgak ig'roq bo'lsa-mo, ustixonlari qotidi." Atxan darhalla ma'qullik berdi. "Himmatlarga rahmat taqsir. Atila ishqi barson. O'g'il bola degan qattiq yirik ishda pishidi." Ular xo'shlashdi. Akbar bilan Haris tasda ayrilishdi. Nufal ularni Abu Lahabning chilan to'riq ayg'ir qo'shilgan karro harvisida beg to'mirning uyiga opirib qo'ydi. Uxlashning oldida Akbar dadasidan bir ishni so'radi. Bu ish yaqindan beri uning kallasiga kirib olib, o'zi javob topolmay tit bo'layotgan ish edi. "Dada, men bir ishga hayron bo'lib qoldim," dedi u. Beg to'mirni uyg'otib etmaslik uchun ovozini past qilib, "Bu yerdagi xalqlar nima uchun tamoqdan keyin duo qilmaydi? Yeydiganni yeb bo'lib, dasturxonni yig'ishtiribla bo'ldi qildi ekan. Bugunmi ashundoq bo'ldi." Atxan o'g'liga qarab, masligi kelgandek kulib qo'ydi. Bu savol uning kallisidami xili burun paydo bo'lgan edi. U o'g'lining xili chechan, sazgur, ko'rgan bilganlari ustida kalla qatiradigan ijtihodlik cho'ng bo'layotganligidan ko'nglida xushal bo'ldi. "Bu ishqa senmi diqqat qilsanda? Yaxshi," dedi u Akbarning beshini silab qo'yib. "Menmi xili vaqtgacha sana o'xshashla hayron bo'lib yurdim. Keyin choch oldirg'il kelgan bir o'limadan so'radim. U kishi kulib ketib mundaq dedi: 'Tamoqni o'zing yeding. U faqat sanga taalluq narsa. Uni o'zing yeb,
arqadan arvohlarga duo qilsang, bu duoying hargiz o'lganlarning ruhiga tegmaydi. Sizlarning yurtda yana har payshanba kuni yog' puritib, arvoh ruhlarga ataydigan ish bor ekan. Bu mo qamlashmagan ish. Yog'ni puritib, quyumqini o'zing yeb, duoni boshqalarga qilsang qandoq bo'ladi? Arvohlarga yog'ning puriqi baramdi. Ularning ruhiga tegamdi. Ota-ona, urug' tuqqan, do'st birodarlarning ruhiga faqat 3 narsa tegadi. Birisi Qur'on o'qib qilingan duo, ikkinchisi arvohlar yo'lida berilgan o'shir zakot, uchinchisi o'lib ketganlarning yaqin odamlarini yo'qlab, ularning holidan xabar olish. Buningdan boshqa qilingan har qanday duo tilovat o'lib ketganlarning ruhiga tegmaydi. Men bu odamning gapini anglab qoyil bo'lib qoldim. Demismo, yeydiganni o'zimiz yeb, duoni ularga qilsak, toza odillik bo'lmaydi ekan. Lekin dada, biz Alloh bergan maishatning hurmati, oldimizdagi dasturxonning izzati uchun duo qilamiz-da, dedi Akbar toza qoyil bo'lmay. Buning nari xato? U deganing mo to'g'ri balam, dedi Atxon o'g'lining so'zidagi salmoqni tangsab. Bizmo o'zimiz bilganni qilib turayli. O'zing bilgan yo'lni otangga berma degan gap bor. Akbarni uyqu bosdi. U tatliq uyquga ketib o'tib, asta pichirladi. Shariatning 72 putqi bor degan shu. Har kim o'ziga yarasha fatvo chiqaradi. 3-bob tugadi.